شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz ilgirki oyatlarimizda mu'minlarning sifatlarini so'zlab bo'lgandan keyin kofirlarning sifatini ikki oyatda so'zlagan bo'ldik. Undan keyingi oyatlarda biz munofiqlarning sifatiga kelgan edik. Ya'ni munofiqlarningki qalbida yo'q gaplarni deydiganligi, ig'izi bilan qalbining bir emasligi nuqtasidan boshlab bugungi darsimizda shu munofiqlarning 5-sifatiga kelgan bo'ldik. Bularning ahvolini Alloh subhanahu va taolo sura Baqaraninki 13-oyatda, ya'ni bugungi darsda bayon qilib bundoq deydi: Astagfirullah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Yani bular Müslümanlarni cemiyetteki katılımı boyunca iqtisadi ahvalga qarab turib kamsitdi bularning bir sifati. Yani bularga boshqalar sizlar kishilarning hammasi iymon etgandek nimishqa iymon etmaysizlar. Iymon etinglar deyilsa, bular javob beradiki: "Hey, mush 4 odamlar iymon etgandek, mush aqlsizlar iymon etgandek iymon aytimizmi?" deb musulmonlarni ko'z tutadi. Bu yerdagi aqlsiz degani musulmonlarning jamiyatning eng tuvan qatlamlari. Cemiyetdeki namurat, mesela iqtisadi cihati tuvan ma ahvaliga qarab turib ishiltiyotgan ifade. Şu vaqtning o'zida mush oyatlar qartilayotgan shu davrining o'zidagi umumiy ahvolga qarasak, Qurayshning cho'ng odamlari, masalan, yuqori qatlamlari yoki iqtisodlik boy matraflar iymon etmagan davrog'ach mavla a nuqtadan tutib davatidi bu gapni. Amaliyotda ala innahum humus sufaha. Amaliyotda bularning o'zi död. O'zining kallasi ishlamaydi, bularning o'zi ahmoq bular. Walakin la ya'lamun. Biroq bular ishning mohiyatini, xarakterini bilmaydi. Ya'ni munofiqlarning mushu maqsadiki dödlar, ahmoqlar degani kambag'allarni ko'z tutmoqchi. Lekin lug'at nuqtasini surishtirgan vaqtimizda safah deganning mushu Qur'onda Alloh ishlatgan sufaha degan iboraning lug'at ma'nosi nima desa, asli dödlik, ahmoqlik masalalarni ishlarni qilishda yengillik qildigan odamni sufaha deymiz biz. Endi mushu sufaha, dödlik degan mushu sifat Allohga iymon etgan mu'minlarga uyg'un kelamdi yoki Allohga iymon etmagan shu munofiqlarga uyg'un kelamdi? Nimish qizlar iymon etgan odamlarni sufaha deb o'ylaysizlar-yu, o'zingni yolg'ondan iymonni da'vo qilasizlar. Hacab sizlarning 4 odam bo'lganlarmi? Ularni sizlar 4 da'votsizlar, ammo sizlar yolg'ondan musulmon qiyofatiga kirib olasizlar. Bu zidlik bu. Ularni sizlar 4 deb turgandan keyin ularga yiqilishib qolishdan neri turishingiz kerakdi. Xalqlarning sizlarni ashqil 4 odamlarning qatoridan kurab qolishdan diqqat qilishingiz kerak edi. Ammo sizlar ularni 4 da'votsizlar-yu, xalqning ko'zida shakli jihatda biz musulmon, biz degan mu'min, biz degan islomga ishondik deb shularning qatoriga tizyapsizlar. Bu ikki gapinglar zidmi qanda bu ikki ishinglar? Ajaba sizlar shunday qilish orqali litakunu sufaha dötönmoqchimi? Sizlar döt degan odamning qatoridan bo'lmoqchimi o'zinglar? Men bu yerda munofiqlarning butun ishtirida bir zidlik, ziddiyat bor. Gibi boshqa,
amaliyati boshqa. Gapida mu'min musulmonlarni ahmaq död deydi-yu, amaliyatida o'zini shu dödlar qatorida, shu ahmaqlar qatorida ko'rsatdi boshqalarga. Gerçi içinde küfür olsun mu, tilde olsun mu, biz degen mu'min, biz degen iman eyttik, biz degen musulman da şundan qatarıdın orun alıdı, şundan sepedin orun alıdı. Bu degenlik eğiz bilen emeliyetinin zıtlık emas mı? Peygamber aleyhisselam münafıklarını imanға çağırdı, mu'minler, musulmanlar bulan imanға çağırdı. Bırak bula iman etkan adamlar, münafıklar, musulmanlarını sufaha dep süpetleydi. Yani köğünde köz tutuatları ahmaklar. Ne işlemesi yok, kembagaller, jondaklar deb, manda ko'z odatda voy ahmaq bil deb, manda ko'zga ilmagandek ifoda cho'q bu. Chunki shu vaqtning o'zida Qurayshdagi cho'ng-cho'ng, Qurayshdan kattalar iymon etmagan mezgil. Am bu munofiqlar iymon etganlarni ahmaqlarcha ish qilyotdi deb da'vo qiladi. Dödlarcha ish qilyotdi deb da'vo qiladi, ammo bularning qalbiga kirib olgan bir kasal o'smi qatlar. Bularni bu yerda bir muhim haqiqatdan birga bu g'aflat diqqat qilib qo'ymoqlik bularni. Bular muhim bir nuqtaga diqqat qilmoqlik. U o'simi o'zlari iymon etgan qiyofatga kirveliklik bular. Iymon etganlarni död da'vatudi, o'zlari iymon etgan qiyofatga kirveliklik bular. Yani imanı da'vo qilyotdi. Mu'minlarni död da'vatudi. O'zi iymonni da'vo qilib turib, men mu'min deb turib mu'minlarni död da'vatudi. Hey, sizlar da'vo qilgandek ma odamni död bo'la olsa, sizlar shunday död bo'lish uchun acaba iymonni da'vo qilyapsizlar. Nima uchun shunday dödildiganga iymonni da'vo qilib, mu'minlarning safidan o'rin olasizlar? Acaba sizlar boshqa tarafdan död deb qarilishni yaxshi ko'ramsizlar? Bu nima g'aflat bo'ladiki, bir xil diqqat qilmay ketkizib qo'ygan bir tarafi bu. Normal mantiqida to'g'ri bo'lmagan mantiq munofiqlarning aqldan dödligini mishaydan chiqib turadi. Ular död degan ekan, yiqilashmaslik kerak. Odatda biz bir odamni jamiyatda ahmaq yoki boshqalar tarafidan yomon qarildi deb qarg'a vaqtimizda uning yiqilashmaymiz. Boshqalarning bizni shu qatorida kurab qilishini ensiraymiz biz. Aksicha biz birovni cho'ng bilsak, jamiyatda e'tibori va o'rni va deb qarasak, ondan keyin uningga yiqilishga tirishimiz. Boshqalarning kuzda shular bilan bir saf turishga tirishimiz. Ammo munofiqning ahvoli dal aksicha bo'lyotdi. Eg'izda mu'minlarni död ahmaq bular, bu kishilar da'vatidi şekilde şuladek körünmekçi buluvadı. Demek munafiqning aşı 5 yildaki süpti eğiz bilen dili okşumadı mı? Bütün işlerinden hemmisi şu xil şekilde üzülüp bilmegen ahval aslında. Şu ayetin ahirinde وَلَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Yani bunlar bilmegen ahval aslında müştakip kalıdı deydi. Üzülüp bilmegen ahval aslında dötlük bir xil o'rniga tushib qoladi bular. Boshqalarning masxiri o'rniga tushib qoladi bular. Yani üzülüp bilmegadi bu nuqtani. Demek munofiqlar o'zlarini mu'min deb da'vo qiladi. Avulni sufaha deb sifatlaydi musulmonlarni. Bu hisobda o'zini ayblagan bo'ldi. Mu'min deb ko'rinyotdi o'zini, musulmon deb ko'rinyotdi. Musulmonlarni ayblayotdi. Hisobda o'zi ko'rinmoqchi bo'lgan tipni ayblagan bo'lganligidan o'zini ayblagan bo'ladi. Demek munofiqlarning bütün tasarrufatlarining hammasida bir xil ziddiyat bor. Aql mantiqa qaysiligini salsang buningda ziddiyat chiqadi. Bu ziddiyatlik bu munofiqlarning ichki qatlamidagi iqtidorlarininki, alohidliklarining, ichki a'zolarininki o'zaro bir-biridan chiqqan ziddiyatligi bu to'g'ri. Demek biz dersimizning munofiqlarning dastlabki sifatlarida dedik ya, munofiq hatto o'zilanmo sağlam muhitni saqlayolmaydi. Sağlam bir o'rinni saqlayolmaydi. Robbi bilan saqlayolmaydi. Atrofidagilarni Çünki üzülen saqlayolmaydi deganimiz o'zining eg'izdan chiqayotgani qalbi inkor qilyotdi. Eg'izdan da'vo qilayotgan shu sap tutishni qalbi boshqacha ifoda. Bu bir xil üzülen bir xil to'qinish. Munofiqning mushaydan boshlandimi? Bütün ishlari mushkil to'qinish shaklida manga doimdi bu. Til qalbni inkor qiladi masalan. Onun qilayotgan ishlari o'zining aqidasini inkor qiladi.
inkar qiladi. Bunun iman etgan qiyofatga kirib olganligi, iman etish mashaqqatini bunun ustiga yuklab qo'ydi. Odatda qalbdan e'tirof qilmay ishlagan odamga nisbatan azob bu. Bak ig'ir keladi odatda normal ishlar odami shunda. Ko'nglimiz kutamay qilgan ishlarimiz bizga ajoyib ig'ir keladi. Bu xil jafoni tortadi bular. Ammo bu xil jafoning badaliga iman etganning savobiga erishamaydi bular. İmandan şunca jafasını tortadi, ruhiy jihatdan, moddiy jihatdan. Masjidga chiqisi yo'q, bak tasda chiqadi. Attiganda uyquni achamay, yomon tasda chiqadi bomdatqa. Kashda xubtamil uyqusi kelib, yomon tasda chiqadi bomdatqa. Ajoyib ruhiy, moddiy jihatdan bak ig'ir keladi bularga. Ammo bular shu jafo bilan aytgan shu imonning qiyofatga kirib olgan shu sabtning savobidan hech narsaga erishamaydi. Agar ularning aqli oldiga tashlab qolsa, mushnoqligiga diqqat qilib, sabtni aniq tanlash kerak. Ya haqiqiy musulmon bo'lib, boshqa oxir manfaatlarga erishishi kerak, tatgan jafo bo'lgandan keyin. Yoki kupparlar bo'lib taylagan, o'zining dunyoda tatadigan rohatlarini, ko'radigan rohatlarini ko'rib, oxiratda jafoga qolsa, aql yashash kerak. Ammo bular dunyoda rohat yo'q, oxiratda rohat yo'q. En ahmaq insanlarning birisi. Halbuki o'zining mushu ishini bilmaydi bular. Oyatning oxirisidagi "Valakin la ya'lamun." Buni bilmaydi bular o'zining mushu holatidagi ekanligini. Agar aqli olgan bo'lsa, latanabbahu ila hada kulli. Bular diqqat qilgan bo'ladi. Lekin bular bilmaydi, mushu yo'lda mengayveradi, munofiqlik yo'lda. Bular mana jin shu dötlik deganning aynısını temsil qilgan odamlar bu. Shu oyatda Ala innahum humus sufaha deyişi bunun qılıbatqan işleri aynı dötlük. Bu dötlükning eng zo'r temsilchilari. Yani dötlük degan hukum o'ziga olgan barliq hukumlar buldu mujassamlashgan. Ahmaqlik, yengil qarash, haqiqatga diqqat qilmaslik, masalan, ular qilayotgan dötlük ishlar, bularning hammasi buldu mujassamlashgan. Bular mujning temsilchilari. Halbuki lekin bular o'zining mustahkamligini bilmaydi. Valakin la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala bularni deb sifatladi ya oyatda ala innahum humus sufaha deb bularning ahvoli, hayot uslubi bu intayin nozik bir uslub bo'lgan. Ajoyib go'zal chiqqan uslub, go'zal bir ifoda bu. Bu munofiqlarning bir sifati bu. Munofiqlarning yana bir sifati hamda davomli munofiqlarning mijoz xarakter sifatlaridan davatimiz va iza laqul ladina amanu qalu amanna. Bular mu'minlarga uchrab shulardan bir so'rin bo'lib qolgan vaqt deydi-ki, amanna. Biz iymon etdik deydi. Va iza khalau ila shayatinihim. Bular o'zlarining shaytonlari demak, bularning keynida bularga destek bo'layotgan, bularni kuch ko'rsatayotgan yoki bular xushomat qilayotgan yahudi, mushrik va yoki u yoki bu zamonda har xil kofirning katta boshlari bo'ldi ya, bular shuning qashig'iga kirsa, shular bilan yolg'iz qolgan vaqtda, xoli qolgan vaqtida nima deydi bular? Inna ma'akum, biz sizlar bilan billa, innama nahnu mustahzi'un. Biz ular bilan o'ynab qo'yapmiz. Ularni ahmaq qilyapmiz, zanglik qilyapmiz ularni. Ular bilan bunda billisa ekanmi bizni musulmon o'xshaydi deb o'ylab qolmanglar. Biz ular bilan billamasmi? Deb qo'yapmiz ular bilan billa yurib. Mana yurib qo'yapmiz ularni, ahmaq qilyapmiz deb manda ifoda bildiradi bular. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bizga har qanday munofiqningki shu intilayotgan xilma-xil turmush voligini, munofiq xilma-xil turmushga intildiganligini o'xshamagan shakldagi buni bizga deb berayotdi. Ammo hayot degan muqim bo'lishi, to'g'ri bo'lishi uchun cho'qim o'zaro moslashgan bir xil hayot bo'lishi kerak. Hayot o'zaro taraflari moslashmasa, o hayat sana azap, o to'g'ri hayot emas. Munofiqlarning ash moslashmagan bir hayoti bor. Attigini musulmonlar bilan billah. Qalbi azoblangan shaklda. Kashda munofiq o'zining katta xo'jayili shaytonlar bilan billah, qalbi farah, ammo qo'rqinchi qopli. Chunki oyatda va iza khalawda bir gap bor. Ya'ni xoli yolg'iz qolsa, qalbi ular bilan farah, o'zining shaytonlari bilan biliq suvga kirgandek shaytonlarning qishig'i kelsa, munofiqlar yayrab ketadi. Ammo bir qo'rqinchi bilan chirmib oladi. Kirib qolamiki. Shu yolg'iz qilish da bir iborat va ma'runda. Mu'minlar bilan bo'lgan vaqtida boshqalarning kirib qolishidan qo'rqmaydi, o'zini erkin tutadi. Ammo qalbida bir xil azob, chunki qalbi musulmon emas ularningki. O'zining shaytonlari bilan birga bo'lgan vaqtida biliq suvga kirgandek yayrab ketsimi, boshqalarning kirib qolishidan ansiraydi. Demak, shuningga o'xshagan
etdigini bir xil, keçdi bir xil, içi bir xil, teşi bir xil, maştaq bir hayat var bularınki. Bu yani normal hayat emas bu. Bu bir xil azap hayat. Amma munafiqlar qarab baxsanız, müminler bilen birlikte tuğan vaqtida amenna deydi. İman etdik biz deydi. Yani iman hayatını şekli cəhətdə özgü hayat qılıb körüzdüdü başqalarga. Yani iman hayatını təmsil qılıdı bular. Xuddi artist səhnədə özünün xarakteridən sırf başqa bir xarakterinin rolunu alğandak. Bəzi artistların rol alğanını görürüz. Qo'rqinçaq adamlar qahramonlarning rolunu aladi. Elvatqan rollar ait qahramon, amma o'zi bir qo'rqinçaq. Nait eski adamlar nait yaxshi adamning rolunu aladi. Yaxshi adamlar bəzi eski adamning rolunu olib qoladi. Rol elvatqan kishining asli xarakteri bilan hozir bizga ko'rsatgan rol tamamen o'xshamagandek. Munofiqning ahvoli dal shu. Munofiqlar hayotdagi artistlar ular. Yani bularning qilayotgan bir artistlik. Yani bularning hayotining hammasi saxtalik, hammasi ziddiyat. Müminlar bilan aholat bo'ldimi? Endi müminlarning shunda yaraqlashib, o'zlarininki shaytonlarining qashig'iga kirgan vaqtida, o'zlarining haliqi xo'jayinlarininki qashig'iga yolg'iz qolgan vaqtida Alloh mushuni tasvirlab aytdi: "Va idza khalau" yolg'iz qolgan vaqtida qalu inna ma'akum Bismillahirrahmanirrahim billah deydi. Amshadaki men bir gapni alaydi, kuchab o'qib qo'ydim. Va iza khalau degani yolg'iz qolgan vaqtida da bir iborat bor. Men bayat mazroq buni mazmunlarga qo'shdim bu gapni. Yani Qur'onning bu yerdagi ifodasida yolg'iz degan bir ifodaga diqqat qilsangiz, shayton yo'li bir maxfiy hilmidir. Davomli maxfiy yo'lidir. Shaytonning yo'li davomli maxfiy yo'lidir. Haq davomli oshkora ro'shan bo'ladi. Shaytonning manhaji, shaytonning suiqastlari davomli yushurun holatda yuz beradi. Chunki bu botil. Nafs, yani kishi mangu haqdan xijlanmaydi. Uning o'rnida qanchalik bo'lsin, haqdan xijlanmaydi. Ammo kishi botilni yushurib, botildan qo'rqadi. Bu bir normal qonuniyat. Hech kim haqdan xijlanmaydi. O'zining ishi to'g'ri bo'lsa, dadil turadi. Xato bo'lsa, davomli yushuradi. Masalan, oddiy bir misoldan birini keltiraylik. Bir odam uyida o'zining ayolidan o'tiribdi. Ishni birisi chekdi. Shu vaqtda nima ish yuz beradi? Hech ish yuz bermaydi. Madam xotirjam turib ishni ochib, kelganning kimligini ko'radi. Do'sti yoki tuqqunib qolsa, ikrom qilib, qarshilib, uyga akirib mehmon qiladi. Ayoli tomoq tayyorlaydi, mehmon ichadigan suv tayyorlaydi. Bu bir xil normal bir ahvol bo'ldi. Shundami? Endi mushu jarayonni biz dal yana bir holatga olib boqaylik. Ya'ni biz maholatning o'zini yana bir holatda misol qilib boqaylik. Shu odam shu uyda o'zining ayoli bilan turmay, başqa birisining ayoli bilan o'zini o'tib qolgan bo'lsa, ya'ni uydagi ayol odamning o'zining ayoli bo'lmagan ahvol ostida o'zida ishni bir odam chekib qolsa, nima ish bo'ladi shu vaqtda? Mayt ig'ir jiddiylashish yuz beradi. Hali qadam ayolni yushirib qo'ydigan o'rin izlaydi, yoki ayolni chiqaradigan maxfiy ish izlaydi, yoki chiroqlarni o'chirib, ovozni pastlab ishni qoqqan odam, ha uyda bir odam yo'q ekan deb qaytib ketarmiki deb buning uchun tirishadi. Ayol kishini chiqarib o'tishdan ilgari o'ziga harom emasmi ayol kishi? Nomahram ayol kishini uydan chiqarishdan ilgari ishni asta diqqat bilan echib, bu yoqqa qarab o'ng so'lga hech kim ko'midi, shay chiqqandan keyin chiqarib o'tadi. Ya'ni hech kimni ko'misa, ayol kishini sirtga chiqarib o'tadi. Chunki bu bir gunohlikni biladi bu o'zi qilayotgan bilan. Bu gunohdan qutulmoqchi bo'ladi, bundan qutulishga xohlaydi shu vaqtning o'zida. Agar uni aprib qo'yman deb pastga tushsa, yiroq mang'adi yo'lda, yo'lga diqqat qilib, yo'lni atrofini kuzatib mang'adi, hech kim ko'midi, ini qo'sin, ko'miganligini ini qo'sin uchun mashinaga minib qolsa, mashinada qattiq tizi. Bu masala bu. To'g'ri ish bilan xato ishninki insonda yuz beradigan, paydo qiladigan holatlar, yuz beradigan, paydo qiladigan holatlar o'xshamaydi. To'g'ri ish qilding, sen dadil. Hech kimdan qo'rqmaysa, hech kimdan xato ish qilding, senda jiddiychilik yuz beradi, turmushing normalmi? Munofiqning masalasi aynı masala. Ya'ni haq bilan botil masalasi aynı masala. Oshkor ish degan oshkor ish, xato ish degan xato ish davomli maxfiy bo'ladi, oshkor ish davomli oshkor bo'ladi. Mu'minlarni ahmaq deb turib, buni oshkor chekalaydi. In amanna.
Müminlerin kaşığı kelse. Özü dana olgan özünün şeytanlarının ki Yahudlarının kaşığı yalğız kağa vakti gelip biz sile bilen bildi deydi. Mao yalğızlık yani mahfilik, av aşkarılık. Bu bir işinin karakteri. Hakikat davam aşkar oldu, az olsun köp olsun. Nahaqçılık, haksızlık davam mahfi oldu, az olsun köp olsun. Mana bu iman menheci olan şeytan menhecinin oturduğu fark. Bu yerdeki biz ağam misal, ele adamın misaldaki hadise bir hadise. Lekin bir farklı qoğunu, birinci hadisede hele kadem özünün halal ayalı bilen, ikinci hadisede adam özünün özü haram ayalı bilen. Fakat farkı halallık, haramlık. Yani hak ve haksızlık. Hakkı nispeten tutkan pozisiya başka, haksızlıkka nispeten tutkan pozisiya başka. Mesela şu yerde halalda şu kişiler qanday tasarrufatga qanday ishlarni qildi? Yo'ruqliq, xotirjam masalan. Ammo haromda qanday tasarrufat qildi shaytonning manhajida? Qorong'uliq, maxfi, hech kim ko'maslikka intilib. Dal mush nuqtadan batılının ayta haq göz bo'lmaydigan bir maxfi bo'ladigan bir taraflar nuqtasidan Qur'onning ifodasi nihoyat go'zal kelganki va iza khalaw ila shayatin. Qarang, mu'minlar bilan uchrashgan vaqtda va iza laqul ladina amanu laqul uchrasa mayadichu yalg'iz qasa o haq ifodasi ma batıl ifodasi Qur'on bu yerda intikillik bilan ifodalagan. Yani şeytanning manhaji yalg'izlikqa muhtoj. Sizni hech kishi kurab qolmaydigan yerga muhtoj. Sizni hech kishi anglab qolmaydigan yerga muhtoj. Chunki shaytonning manhajidagi, shaytonning yo'lidagi oshkoralik, rasvolik o. Shuni siz to'g'ri bo'lgan yo'llarninki o'zining harakatini shu to'g'ri bo'lmagan holatda yushirishga tirishayotganligini uchirsiz davomli. Buning yushirishga tirishganligining o'zi o'zining qilayotgan ishininki gunoh, qabihlik ekanligining isboti bu, fakti. Hech kishi uni ko'rib qolsa bo'lmaydiganligining isboti masalan. Madem uni bir adam bir o'rinda ko'z bo'lmagan ekan, bilingki, bu adam bu o'rinda qilayotgan ish cho'qim Alloh ihro qilmaydigan, Alloh rozi bo'lmaydigan shayton ishi. Bir odam haq ko'rib qolsa bo'lmaydigan ishni qilayotganligining o'zi bu ishninki Alloh rozi bo'lmaydigan ish ekanligining isboti. Biz çoxum bu yerda bir qimmat qarashda bir nuqtani bilishimiz kerak. Qimmat qarash mayli yaxshi odamning nazaridami, nachar odamning nazaridami o'xshash qimmat qarash. Bu qimmat qarash o'xshash muomala qilinadi. Hatto azg'ullarni qimmat qarashga shunday muomala qiladi. Masalan, shu munofiqlar haqiqat, haqsizlikqa o'xshash muomala qiladi. Iymon babiga kelgan vaqtda musulmonlarni deb turib, iymonning haq, to'g'ri manhajiga mas shaklda oshkora turyotdi. Ammo shaytonning qashqiga kelgan vaqtda o'zini haq deb turib, ammo buning manhajiga qarata yushun muomala qilib va iza khalaw bo'lyotdi. Mana bu qimmat qarash. Azg'ullarni bu qimmat qarashga o'xshash muomala qiladi. Va iza laqul ladina amanu qalu amanna. Buning ma'nosi medik oyatning mu'minlarga uchrasiz biz iymon etdik deganligi, bular iymon etgan qiyofat kirgan vaqtda oshkora deydi bular. Oshkora bir tarafga yutdi. Belki de saxtifatlı qilishi ina qo'lninki. Va iniqki qarshi taraf bo'lgan vaqtida, ya'ni shaytonlarning qashig'i yolg'iz kelgan vaqtda iymon etmidik demaydan meyda. Iymon etmidik, biz iymon etmidik, biz sizlar bilan billar deyishidan bu qarshi tarafda, yushurun holatlarda. Bu davomli mushtan masala. Ne? Batılda yushurun, haqiqatda oshkora. Hatto mushu munofiqlarmi haqning mushu qimmat qarashiga amal qilib ish qilyotdi. Haqiqat kelgan vaqt oshkora o'tirib chiqyotdi, batıl kelgan vaqtda yushurun deyotdi masalan munofiqlar. Endi yani bir ibora va va iza laqul ladina amanu qalu amanna. Biz iymon etdik deb buni pilliq jumla shaklida keltirildik. Arab tili o'qiydigan bolalar buni biladi. Aslisi va kana al-mafrud bu yerda buning qarshi tarafi, ya'ni o'zlarining shaytonlarining qishida yolg'iz qolgan vaqtida qalu lam nu'min deyishi kerak asli. Unda demedi, lekin oyatning ifodasiga qaytadan qarasak va iza laqul ladina amanu qalu amanna. Yani Arab tilidagi jumla ismiya, ismli jumla ishlatildik. Shaytonlarning qashqa kirgan vaqtida qalu inna ma'akum. Oldida jumla fe'liya ishlatildik amanna deb, keyinida inna ma'akum deb jumla ismiya ishlatildik, ya'ni ismli jumla ishlatildik. Arab tilida jumla ismiya, ismli jumlada bir jumla shakli bo'ladi.
Cümle fi'liyede fiillik cümlede bir cümle şekli buludu. Cümle fi'liye Arab tilida fiillik cümle şirketning 101 yangilanganligini ifodalaysa, ismlik cümle muqimlikni, bir holatni o'zgarmaganligini ifodalaydi. Munofiqlar mu'minlarning qishiga kelsa, amanna deydi. Ismlik cümle ishlatyapti. Demak, bularning iymoni turoqsiz. Ayqizdan chiqib salgan gaplar bularning kerak. Mushkil ifoda. Bularning iymoni muqim iymon emas. Biz mu'min diyemaydi bular. İnna mu'minun diyemaydi bular. Amenna deydi bular. Yani biz iman ettik yani. İman bir xil burun yo'qligini chandırıp saladı bular. Tevrat tuğallıqını mutazabzib yani. Tevrat tuğallıqını ifade saladı bular. Ama kafir qo'shishgan vaqtida iman etmedik diyemaydi yani. Nima deydi o? Ya da muqimlik şekilde ifade geldik. İnna ma'akum. Demek bularning mu'minlar bilan uchrashish bilan kafirlar uchrashishni. Ha mu'minlar bilan kurashib bo'lib, kafirlar bilan kurashish bo'lgan araliqda bir kufrning yangilanib turadigan bir ahvol bo'ladi. Demak bunda iymon yo'q. Bular mu'minning qishqa olgan vaqtda iymon paydo qiladi kallasqa. Shu eg'izdan amanna deb tabi yangilanganlikni ifodalaydigan, shirkatning yaqinda yuz berganligini ifodalaydigan qurilma chiqadi og'zidan. Ama kafirning qishqa vaqtda muqimlikni ifodalaydigan. Biz sizlar bilan billah. Mana shaklda ifodalaydi. Inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un deb. Tamam, munofiqlarning bu bugungi darsdagi ikkinchi sifati, munofiqlarning ahvoli bu. Aşkarıda başka, yuşurunda başka, bulardaki ciddicilik ahval. Yani özünün asli mahiyetini aşkaraydığı vaxtda naydı ciddileşip, yalğız bir urununu tallaydı, yuşurun urununu tallaydı, başına körüp kalmaydıgan. Ama müminlerine kaç gelse, aşkar kıyafette biz iman ettik de turvalıdı. Bularning bu qilmishi, bular o'ylagandek şöhretga ketamdi bularning. Dunyoda mu'minlarni aldaymiz deb o'ylaydi ilgirki oyatlarda o'tirib qo'yilgan o'xshash. Bularning qilayotgan bu ishlari oyatning oxirida deya innama nahnu mustahziun. Biz bu ishlarimizni bularni masxara qilib qilyapmiz, deb qo'yapmiz ular bilan. Bunday mingishib turyapmiz ular bilan davotida mushu bo'yicha ketamdi bularning ishlari desa, yo'q. Allohu yastahziu bihim va yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah mı bularını vakti gelse obdan zanlı kılıdı. İbaret şu. Ve ularını özünün azgınlıkları da teximi davam kıldırdı. Azdıganğa. Hani bana davamlı bir adamın hatalığı bilen birge yollarının ravallaşkanlığı, şu hatalıqның üzük davamlaşkanlığı Allah'ın şu adamın gazibinin ifadesi oludu adette. Allah şunu iğir hatalıqla cezalamak oludu vaxtda. Del bu munafiqlarda kurulduğun bir ifade. Yani yamudduhum fi tuğyani. Munafiq hatalaşıdı, eğer hatalaşını kılıdı, lekin bunun hatalıqı bir mezgil davamlaşıdı. Yolları içildi şu hatalıqda. Özü için bularda şundan hissiyat payda oldu ki, bizden işimiz doğru. Ha işlerimizden yürüyüşkünlük ömemdiğin. Bularning aşta yollarının ravanışı, işlerinin yürüyüştürülüşü, bularni Allah'ın yaxşı görgenligi emas. Belki bularni texmi iğir cezalaş, texmi patroş üçün kılıvatkan iş. Yani kıyamet günüsü şundan bir ahval yüz burdu. Bular dünyada mümin kıyafet kirvaldı emas mı? Kıyamet oğandan keyin bular bütün ahvalını bildi o vaqtida. Bütün ahval muayyenleşiyor. Bularning kallasqa belki shunday xayol qilishi mumkin ki, dünyada Müslümanlar bilan endi bir faydasızlamiki deydi. Bular sirlep kelib nöbet kelgan vaqtida dozaqning eng tuan qalım olsun ki, dünyada xuddi bular mu'minlarni masxara qilib, oshkorada boshqa, yushurni boshqa olgandek ayadimi, dal aksi muomala qilinayotganki, bular mu'min degan nom dunyodagi, musulmon biz degan nom asqatmaydi bularga. Hatto kofirdanmi qattiq eng tuan dozaqqa tushadi. Chunki kofirning ziynidan bularning ziyni ig'ir. Endi munofiqlarning amaliyotda hech qanday o'zini qo'g'dug'idek yoki bir ish qo'g'dek kuch-quvvati yo'q. Alloh subhanahu va taolo qodir, Alloh kuchli. Allah bularni ajoyib ig'ir zangli qiladi, zangli qilgan vaqtda buning jazosini aytdi. Ig'ir birdi Alloh. Ya'ni munofiq o'zining tilida, qalbida yo'q gapni oshkorlagan bo'lsa, Alloh buning qilgan ishiga o'xshash muomala qiladi buningga. Ya'ni buning oshkor bir tarafi bor munofiqning. Yushrun bir tarafi bor ya, dunyoda buningga aşkar tarafiga qarata muomala qiladi, mu'minlarga muomala qilgandek. Ammo oxiratda bo'lsa, sirlar echildigan kunda bo'lsa, Alloh buni do'zaxning eng tuvan qatlamlariga tashlab o'tadi buni. Eng tuvan qatlamlariga tashlab o'tadi. Hatto buni kofirlarga tan qilmaydi. Chunki munofiqning gunohi kofirligining necha hassi ig'ir. Allohu yastahziu bihim degandagi
Allah bunu zanglı kılıdı degendeki istihzanın ma'nisi bir kelayli. Arab tilidagi istihza deganimiz mashira degan ma'noda. Ya'ni bular qiyomat kunisi zohirini tutib o'zining abrunqi tashqi qiyofatini tutib biz degan dunyoda musulmon bo'lib yashagan ekan, bu yerdan bir narsa erishamiz deb bunda kelsa Allah ularning botin tarafini oshkorlab, "G'ujrim silamanda inson tangla, endi Xudoyimga omonat. Endi mana kirdi g'ayringlar kiringlar" deb bularning davzaqning eng tuyan qoplamiga soladi. Qur'oni Karimda Allah Veylul likulli humazatin humaza. Mushta mu'minlarni masxara qiladigan Allah. Veylul degan davzaqqa tushdi deydi Allah. Ya'ni munofiqlarni mush masxara qiluvchilarning qatorida. Billah. Buni o'z tillarida emasmi? Biz zangli qilamiz. Innama nahnu mustahzi'un. Mu'minlarni masxara qilyapmiz dedi. Ammo Qur'onda Allah dediki, veylul likulli humazatin humaza. Masxara qiluvchiga veylul degan davzaq bor deydi. Ana o'zi shu veylul likulli humazatin humazatiki humaza lumaza degan nima desa, haqni masxara qildigan odamni humaza deymiz. Velav bir asraq na yo'lda mansa na qilib qapqini na ishorat qilib qo'yash, na miqida kulab qo'yash bilan masxara qilsa bu davzaqqa mahkumu. Masalan, puti kisel ağrık bir insanın adamının da aksap menvatkalığını görüp mesxir kılılgan şekilde onu doğraş. Ya ki bir işaretle buna kapıkını işaret kılıp, ya ki bir yağız geb bilen, buna çaktırı kızık özü gebdallık kılıp, başına mesxir kılış, bunun hemmisi humaza olurdu. Humaza. Yani humaza kişilerini mesxir kılış, zanglı kılış degen buludu. Bu iman yo'qligining alomati. Boshqalarni har xil sabab bilan masxara qilish bir odamda iymonning yo'qligining ifodasi. Nimishqa? Chunki bir nuqtani tushunish kerak. Bizning hammamizni bir iloh yaratdi. Sen masxara qilgan shu insondagi shu xil sifat, masalan, tukurlik deyli. U odamning hech qanday munosabati yo'q buni bilan. O'zi tukur bo'lmaydi u. Uning hech qanday o'zini tukur qilmog'idek, tukur qilg'idek kuch-quvvati yo'q uningki. Sen bir güzel insansan. Senin güzel insan bo'lishingda sening hech qanday bir aloqang yo'q. Sen o'zing güzel bo'lib olmadingki. İnsan o'zini o'zi yasamaydi. O'zini o'zi yaratmaydi inson. Unda sen masxara qilgan shu sifat Allohning yaratishi. Sen onun şu xil holatini masxara qildingmi? Allohni masxara qilgan bo'lsa, Allohning qilgan ishini masxara qilgan bo'lsa. Allah'ın qilgan ishini masxara qildigan odam degan dört insan o. Çünkü o Allah'ın xalqini ma'lum bir ayib masxara qildi. Allah o'ziga fazli marhamat qilib bergan ortiqchilikni qadrlayapmidi o? Oqsoq tukurdan birini ko'rib masxara qilgan bo'lsang, Allohning sana saq ishki put berganligini qadrlayapmi bo'lsa uningga. Sen bir ayibni masxara qilding, Allah subhanahu va taolo o'sha insonga başqalığı bəməyən alayidliklərini bəgənliyi diqqət qılmadın sen. İnsanların Allah umuman adillıq bilan barabar yaratqan. Manada tukurluq var, anında qarğılık var. Anın bir tərəfi yıqanda, manın bir tərəfi yıqanda. Gerçi anındakı eyib manında olmasımı, manındakı eyib anında olmasımı bunu almışdı. Özara. Bu cəhətdə həmbədən oxşaş. Umumun toplam bilan oxşaş çıxıdı. Mən birisinin ki küzü bıraqqanda ekan desem, mening ko'zim saqolgan bilan boshqa bir tarafim bıraqqanda bo'lishi mumkin. Aning oshqozini og'risa, mening oshqozim og'rimagan bilan boshqa yerim og'rishi mumkin. Aning ko'zi ojiz, mening tishi ojiz, aning quloqi bo'sh anglaydi, mening tili sal kekach. Bu hammasi mushta ishlar bu. Alloh subhanahu va taolo deydi, Qur'oni Karimda shu masxara masalasida, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Ey müminler, bir kişilerni masxara qilmasin. Yani kimni masxara qilmasin, hech kim masxara qilmasin. Balkim avvalo bunun yaxshi bo'lishi mumkin. Chunki sen ma'lum bir ayib, kamchilikni tutib, uni masxara qilgan vaqtning o'zida, shu masxara qiling'uchida senda yo'q bir alohidliklar bo'lishi mumkin. Bu tarafı iner. Yani insonning umumiy toplam holati, yine boshqa inson toplam holatiga o'xshaydi. İnsanın bütün bir ahvalını sanasak, yeni bir insanın bütün ahvalına okşaydı. Bu Allah'ın adli bu. Sen ma'lum bir insanın ma'lum bir cihati güzel olduğunu olan, sendeki kemçilikini izlep baksan, çıkıdı yani sendeki onunluğu bir alahidlik sende yok çıkıp kalıdı mesela. Sen müminni ma'lum bir işte masxara qilgan bolsan, bu yerdeki masxara Allah'ın qilmishiga qartilgan bo'ladi, Allah'ın qilmishidan ajramaydi bu.
Şunu mesxira o adamga emas, Allohning yaratishiga bo'lgan bo'ladi. Endi munofiqlar masalasiga kelsak, munofiqlar nima deydi? Innama nahnu mustahzi'un. Biz masxir qilyapmiz deydi ki, tabiiyki buning masxir qilishi, mayli qaysi nuqtadan masxir qilsin, mu'minlarni namrod deb masxir qilsin, yana bir narsa deb masxir qilsin, nima masxir qilgan bo'lsin, Allohning qilgan ishini masxir qilgan bo'ladi. Tabiiyki buning javobini Allohdan olish kerak. Mu'minlardan emas, Allohdan olish kerakki, Alloh bunga o'zi javob berdiki, Allohu yastahzi'u bihim. Allah bunun məsxirasiga layiq cəza berdi. Cavab berdi bununla deydi. Bularning məsxirasının cavabı Allah'tan keladi deydi Allah. Çünki bunun məsxirasi insonga emas, Allah qartilgan bo'ladi. Bayatni dedik. Bir adam məsxir qilganligi odamni emas, Allah'ni məsxir qilgan bo'ladi. Munofiqlarning aynı şekilde. Bularning mu'minlar qilgan məsxirasi Allah'ning qilgan ishini, Allah'ning yaratishini, Allah'ning o'rinlashtirishini məsxir qilgan bo'ladi. Dünyada kimning boy, kimning namrat, kimning yuqori tabiqa, kimning tuan tabiqa, kimning oqsoq, kimning chuloq, kimning go'zal, kimning kelishgan bo'lishining hammasini Alloh belgilaydi. Sen birovning u tarafini masxara qilding, demak Allohning o'rinlashtirishini masxara qilding demak. Unda o'g'an tabiiyki buning javobini Allohdan kelishi aniqki, Allohu yastahzi'u bihim. Alloh uni o'zi uning masxarasiga qarata Alloh javob berdi. Alloh javob berdi unga. Ya'ni va yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ki bunun özünün şu azgınlıqda, özünün şu gangılaştırda texme tınır qıqılı qoyuyordu. Ha, qılına. Dana. Qılına işinizle görüp bakay degan şekilde. Yani bularning bu xil azgınlıqları da buna texme ziyada qılıdı. Meyadaki ibaratda ve yamudduhum da bir ibarat var Arapçada. Medde. Bunun tüp yıldızı medde'den çıkan. Meddegini bir nesini sozuş. Bir nesini uzatış. Kengaytish degan ma'noda. Uning kengaytish qanday shaklda bo'ladi? Bir narsaning o'zini yuğunasimi madda bo'ladi, sirtdan bir narsa qo'shib, andan keyin buni ko'paytsimi o'xshash madda bo'ladi. Ya'ni madda deganlik bir narsani ko'paytganlik bo'ladi. Ba'zida bir narsaning o'zini ko'paytishing mumkin, ba'zida boshqadan qo'shib an ko'paytsa, masalan bir yipdan birine kelib o'zini suzib uzatishing mumkin, yoki boshqa bir yipdan ulab anigimni uzatishing mumkin. Har holda qanday bo'lsa buni madda qilgan bo'lding. Ya'ni Biyadiki ve yamudduhum fi tughyanihim Allah bunu uzatıyordu. Bunu texmi bu yollarda mangdurdu. Bunun muşu hatalıklarını texmi kengaytdı degan ma'no chiqadi. Yani Allah bunun hatalıklarını texmi kengaytdı. Bular özlüksiz hatalaşdı. Biz davamlı deb kelyapmiz derslerimizde bunda bir prinsip var. Mu'min, yani insan hidayet yolunu tanlab men mu'min boldum degandan keyin bununla Allah'ın iman sahasidagi yordami keladi. Yolları imanға açıldı, yaxşılıqqa açıldı. Bir insan yeni bir yolunu, şeytanın yolunu tanlap bolgandan keyin Allah bunu şu yolda kengir qo'yadi. Bunun yolları davamlı açıldı, hatalıklar bunu izlep keladi. Mu'min tapolmaydi o hatalıkni. Ama bu yaxşılıqni tapay desa, onu ushlanmaydi. Xuddi bunda bir gap bor. Bir adam qanday bo'lsa, ko'zi shundan narsa ko'radi deb. Axloqli bir adam bir shaharga borsa, o shahardagi butun axloq uning ko'ziga chaliqadi. Öz kasbidagi odamlar uning ko'ziga chaliqadi, yaxshi odamlar uning ko'ziga chaliqadi, shu odamlar uchrashadi. Nachar, axloqsiz masalan, yomon ishlarni qilgan odam bir shaharga borsa, shahardagi butun yomon ish qilgan odamlar ham shunga uchrashadi. Ayni shunday masala. Har odam o'z sohasida bir imkoniyatlarga erishadi. O'z sohasida imkoniyatlar kengaydi unga. Bu bir qonuniyat. Bu masala ham ayni masala. Bular hatalaş demezman. Bilip durup hatalaş demezsin bular. Özüne biz Müslüman dep durup hatalaş demezsin bular. Mesxir qil demezsin. Bularning mush yo'li kengayib bular özlüksiz cho'nqurlaydi bu yo'lda. Texim gunoyi artsın. Düşün. Allah subhanahu wa taala mush oyatda bunda bir iborat ya'mahun amaha arab tilida amaha bilan ama deb ikki lug'at bor. Ya'mahun degan tingirqash, gangirash, qarg'ulash chiqilish degan ma'noda. Lug'atlarga qarasanglar, arabcha lug'atlarga ama bilan amaha ikkisini asosan qarg'ulush deganda ma'noda tarjima qiladi, tushuntiradi. Bu ikki qarg'uluqning farqi bor. Ama degani odamning ko'zining qarg'ib qolishidir. Amaha degani mana go'sh ko'z emas, basirat ko'zi. Ya'ni bir odamningki yiroqni ko'rar deymiz odatda bizning Uyg'ur tilida.
bunun uçunu ko'rdi deymiz. Bunun uçunu ko'rish, yiroqni ko'rish ma ko'z bilan bo'lmaydi, aql bilan bo'ladi emasmi? Aqldagi qarg'uliqni amaha deydi. Ama degani ko'zdagi qarg'uliq bo'ladi. Uyg'ur tilida ishlatamiz bu gaplar normalda. Qarg'ulachi ish qilmang deymiz. Bu amaha iborat ishlatiladi. Amaliy qarg'ub qolganga ama iborat ishlatiladi. Ma oyatda Alloh ya'mahun deb iborat ishlatdi. Ya'ni bularning qalbi asosan boshqa narsa ko'rmaydigan bir yerga ketib qolgan. Oyun tamaşaga birilib ketgan balaga dadisi ha qan balam 18 yoshga kirdim 20 yoshga kirdim bir oilang bo'ladi bundan hayotga qadam qo'ysa adam tushunmaydi qop o'zini o'yinni o'ylagandek bir gap munofiqlar boshqa narsani ko'zi ko'rmaydi ularniki o'zining yo'li ularga nisbatan eng go'zal yo'l eng to'g'ri yo'l boshqa yo'llar asla kirmaydi uning kallasiga endi bu yerdagi Alloh subhanahu va taolaning ishlatgan ya'mahun degan so'zi ma bayatni tushundirganimdek ama degan so'zni farqlanadi. Bir harf bilan o'xshamaslik va amaning oxirisi ya ko'zning qarg'uliqi, amaning oxirisi hamza bu qalbning qarg'uliqi hisoblanadi. Yahmahun degani ya'ni qalb qarg'ulachi chiqiladi, gangiraydi degan ma'noda. Chunki amah tin gangirash, meyli amaliy gangirash olsun ko'z qarg'uliqidan yoki qimmat qarashlardagi hayot manhajidagi masalan qalbning qarg'uliqidan chiqqan bu olsun bunun gangirash kelib chiqadi. Shunga amahaninki lozim ma'nosi qo'llanilgan o'rinda gangirashga tarjima qilamiz. Qur'oni Karimda mu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub deb mana bir ifodalar bor. Ya'ni ko'z qarg'olmaydi, qalb qarg'uldi. Bu qalb qarg'olganda arab tilida amaha deb ishlatiladi. Maddi qarg'uliq ba'zi bo'lmaydi, amaliyotda ko'z qarg'a emas, lekin qalbning qarg'ulish ahvoli bo'ladigan ahvollar bor. Qiyomat kunida Alloh qiyomat kunidagi shu munofiqlarning, kofirlarningki dardini, shikoyatini bizga hikoya qilib davatadi. Qala robbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Men hashar qarg'a qilsa dunyoda ko'zim ko'ratsa, kazalika qala kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yawma tunsa. Dunyoda Allah'ın kelgan pakat ayarlarına qaramaslik, bularni unutish, bularga parvosiz qarashni Alloh qiyomat kunida qarg'uliq bilan jazolaydi. Ya'ni bu dunyodagi ko'zi ko'rgan bilan uningki ruhiyati qarg'uning. Shun qiyomat kunida dal mushning qarashliqidagi jazo qarg'uliq shekil jazo beriladi bu oyat nomi. Demak, dunyodagi bir odamning ko'zi ko'rgan bilan, ikki ko'zi ko'rgan bilan hayot yo'lini to'g'ri tanlay olmasligi, yo'lni to'g'ri ma'nomasini o'zini qarg'uliqqa hisob. Ya'ni dunyodagi qalbning qarg'uliqi insonning ko'zini qarg'u qilib o'tgandaklab. Ko'z ko'rgan bilan bir narsa ko'rgan bilan mohiyatni ko'rmaydi-da, ko'zini Allohning oyatlarini dunyodagi ko'rishdan qarg'u qiladi, iymon va to'g'ri yo'lni ko'rishdan qarg'u. Bu qalbning qarg'uliqmi, ko'zning qarg'uliqidan yomon. Demak, munofiqlarning yana bir bugungi darsimizdagi sifati bular mu'minlarni masxir qilib o'zicha qishig'i kelsa, voy biz mu'min deb o'zining shaytonlarining qishig'i kelsa, voy biz uni mana masxir qilib qo'ydik. O'ynayotimiz ularni masxir qilyapmiz deb qiladigan bir sifatni o'tirib qo'ydi Alloh. Buning qarata Allohning beradigan javobini ham angladik. Ulaikallazina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Allah bulg'u xulosalab bo'lgan gapini. Bu insonlar, bu xildagi munofiqlar dalolatni hidoyat badaliga elib olganlar bular. Bular asli hidoyat bor, tabiiy hidoyat. Biz deb o'tdik ilgari darsimizda insonda Allah onu başlaydıgan bir xil hidoyat uludu. Hidoyati dalalet yani Allah'ın sözü keldi onunğa, peygamberinin sözü keldi, din yetkizildi. Bu xil hidoyat bor. İnsan tug'ilishdan fitratning ustiga tug'iladi. Bu ahvollarni hammani ko'rib qo'yib, bular bu yo'lni tanladi. Hidoyatni nimaga tegishgan bo'ldi? Dalolatga. Dalolatni ap qilib hidoyatni qo'ldan berdi bular. Bunun bu sodisi deb bo'lib foydalanmadi. Va makanu muhtadinki, ular to'g'ri yo'l topolmadi deydi. Endi bu yerda Alloh munofiqlar masalasini bir so'g'di qilgan odamga o'xshatdi. So'g'digan masalasiga o'xshatdi masalani. Alloh subhanahu va taolo bizga munofiqlarning sifatini yana bir sifatni berib, bularni dalolatni hidoyatga sotgan kishilar deydi. Dalolatni hidoyat, ya'ni hidoyatni dalolatga deymizmi? Hidoyatni qo'ldan berib, dalolatni ep qolgan bir holatni tasvirlayotdi. Bu yerda bir savdo bor.
Bir ilim berim bu yerda. Adati ilim berim degende setip algıcı buludu, satqıcı buludu. Hem burunqi zamanlarda malga setilatdı. Malını berip malga alatdı. Hem bir günkü zamanda şu pulganımız ya. Yani malı nimini setivelip nimini sattı. Nimini setivelip nimini sattı dese munafiqlar dalaletni, azg'unlikni setib oldi. Ama bunun bedligi nimani berdi bular? Qaysi pulni berdi bular? Bir narsa setib olgan odam uning bedligi pul beradi. Bular buni hidayet bedligi setib oldi. Yani arab tilida shu mal bilan pulning o'tirini ifodalashda ba kiradi. Ba deb biz har bilan ifodalanadi. Ba bir degan narsaga kiradi, oladig'inga ba kirmaydi. Masalan, men kitobni olmoq bo'lsam kitobxondan, men kitobni 10 ko'yga olgan bo'lsam, ishtaraytuhu bi 10 deb 10ning oldiga ba kiradi. Yani pulni men birma qoldirma, kitobni olma. Bu xil shaklda Qur'ondagi ifodami dalolatning oldida ba yo'q, hidoyatning oldida ba borki, hidoyatni pulning o'rnida ishlatdi. Yani hidoyatni bir etib, dalolatni oldi. Bu ba shu. Yani qoldirilgan narsaga kirdi bu ba, yani biz qoldirilgan pulga bir narsa deb olgan vaqtda buning pulisini siz qoldirib qo'ysiz shu malning igisining qishida. Unda olganda ma munofiqlar hidoyatni qoldirib qo'yib, dalolatni, azg'unlikni qanaqa qilib oldi? Setib oldi bular. Azg'unlikni setib oldi. Endi mishak bir savol tushdi. Bular hidoyatni qo'yib qo'yib, dalolatni og'udek buldi hidoyat bormidi burun? Bulish kerak da bu yerda. Yani bular bilan savdoga vaqtda hidoyat bormidi desa, umum oyatning umumisdan chiqadigan bir ahvol bizdan shuni taqozo qiladi, bular bilan hidoyat bo'lish kerak. Chunki oyatda hidoyatni berib, dalolatni olganligini chiqadi desa, xuddi inson bir to'g'ri yo'lni tepib, na qarab boqib hidoyat bu istagan dunyoviy manfaatni bunga akapiramaydiganligini his qilib, hidoyatni tashlab, buning badaliga dalolatni o'zi istagan narsaga erishish uchun xudo olgandek. Na qarab ko'ngilda o'ylaganligi ishonmagandan keyin dunyoda qarasa uni qilmaydigan, buni qilmaydigan bir xil ruhiy siqilib hidoyatni tashlab qo'yib dalolatni o'ziga ep qolgandeklar masala. Hidoyat hamda bular bilan bo'lgan hidoyat halaqa mu'minlardagi hidoyat emas, balki tabiiy hidoyat. Inson asl tug'ilgan vaqt, inson asl tabiiy bir xil hidoyat bo'ladi. Xuddi odamlar tanlash bosqichida asl hidoyat deb odamlar to'g'ri yo'llar aslidagi oldiga kelgan hidoyat. Ben bayat düşündürgende her adamın aldığı gibi demezme. Hidayet aldığı kelgen, hidayet bunu tallaş imkaniyeti vardı. Tallaş baskıcı deydi. Yani buna tallayalaydı. Lekin bunu taşlap koyup dalaletini talladı. Xuddi hidayetini birib dalaletini qanaqandak ağandak bir xil ifodalayotdi Allah ma'runda. Allah subhanahu va taala bilimiz hudallil muttaqinin sözlük hamma adamni hidoyatga boshlaydi. Hamma adamga hidoyatning dalil paketlarini avatudi payg'ambar orqali, kitob orqali, yani ulamalar orqali dalolat hidoyatni, yetaklash hidoyatni hamma adamga avatudi. Endi insonlarni shu vaqtda tanlash bir fursati bo'ladi. Ya kelgan hidoyatni tanlaydi, ya uni qolib qo'yib azg'unlikni tanlaydi. Endi hidoyatni tanlasa Alloh bunga texmi hidoyatni ziyoda qiladi, xuddi hudallil muttaqin so'zlagandek. Amma hidayetni tanlamay azg'unlikni tanlasa, o vaqtda Alloh yani bunun ichib turadi. Qur'oni Karimda shu xil ahvollarni tilga olib, va amma samuda fahadaynahum, samudga hidoyat qildik degani to'g'ri yo'lga boshladik deganlik emas, to'g'ri yo'lni ko'rsatdik. Buni tanlash imkoniyatiga yiqildik. Fastahabbul ama alal huda. Bu qorong'u yo'lni, qarg'ularchi yo'lni hidoyat ustidan tanladi. Ma'ni qo'ymay, ma'ni tanladim. İnsanların ahvali shu, hidoyat babida. İnsanlar davomli ikki yo'lni tanlash. Fursati bir bo'ldi, ya ma'ni tanlaydi, yo'l ochiladi. Ya ma'ni tanlaydi, bu yo'lni ochiladi. Meyadaki buldiki dalolatga tegishgan, dalolatga almashtirilgan hidoyat dal mushahil tanlash fursati vahidi. Qanaqdir bo'la, bundan ilgari bir haqiqiy mu'min bo'lib ketgan yeri yo'q. Fema rabihat tijaratuhum ayatning oxirisidagi bularning tijoratida foydalanmadi deydi. Ya'ni tijorat degan ilm setim degan bo'ladi ya. Ağuchi bir narsani shu iste'mol qiluvchi, sotquchi, ishlab chiqaruvchi yoki ishlab chiqaruvchilar iste'mol uchun o'tirdiki vosita bu bizning tijoratdagi umumiy ahvol. Sotquchining nasibasi ilm setimdan nima? Qozonish. Bir narsaga erishish, sotquchi chuqur bir narsaga erishish kerak. Andosi nimaga erishadi? Mesela bir adam erişse, mesela ben munafiqlar bir savdo qildi, yani savdoning qilibini qilyapmiz endi. Men mesela bir narsa sotdim, cho'qim bir narsaga erishishim kerak. Men nimaga erishimman, foydaga erishimman. Ya'ni men mush savdodan bir narsaga erishsam foydalangan bo'laman. Erishmasam, ziyon tortmasam yoki ziyon tortib erishmasam,
ikkala holatda foyda yo'q. Faqat yanjuqumga bir narsa kirgan vaqtda foyda bo'ladi, mushundan boshqa har holatda menga foyda yo'q. Endi oyatda fama rabihat tijaratuhum deganning o'zi bular hech nimaga erishmaydi degan ma'no bo'ldi. Chunki foydalanmadi. Bunun qilgan ishlaridan hech qanday bir ahamiyatni qo'lga keltirolmadi bular. Birisi hidoyatni qo'ldan keltirib qo'ydi. Ya'ni hidoyatni qo'ldan keltirib qo'ydi. Foydan demakchi. Hidoyatni qo'ldan ketadi deganlik asli tanlay oladigan bir yo'l bu. Ya'ni buni bizlarga asosiy mablag' deb qo'ydi. Asosiy mablag'ni qo'ldan keltirib qo'ydi bular. Aniki bunu munofiq qilish orqali ma'lum narsalarga erishmoqchi. Halbuki u narsalarga erishilmadi bu dunyoda. Demak, bu foydasimi yo'q, asli malmi yo'q bu yerda. Ya'ni foydani ziyon tortdi bular, asli malni ziyon tortdi bular. Demak, buning tijorati foyda ololmadi. Bir odam asli malni qo'ldan bermay foydalanmasimi, har holda ziyon tortmagan bo'ladi. Yani bunda buluş ehtimali vardı mesela. Yani bir narsa kazanmasımı, bir narsa erişenmesimi ziyan ta'mısını buladı. Lekin Mavla hidayetini dalal azgulluqqa pul qıp bir vetti, qo'ldan bir vetti. Andikin üzüm anqa yolun bir narsa erişenmedi. Hidayet mi yok, ma yoldan erişidigini mi yok. Demek buldun hidayet mi? Zaya oldu. Üzüm anqa yoldan paydımı çıkmadı. Bularning asli melimi yok. Kin aldığan faydası mı yok? Cın ziyan tatqanlar mana muşul olub qaldı, münafıqlar. Endi münafıqni sen haqiqiy bilmekçi olsan, taqa sözleyimiz münafıqning sübutini bundan keyin, münafıqning xarakterini belgilemekçi olsan, münafıqning ruhi psixikasini belgilemekçi olsan, münafıq şerefsiz bir insan. Yani hürmet yok. Ruculiyetinde erlik yok bununda. Batırlık yok. Erkek mecaz yok bununda. Başla olan 100 turanmaydı bu. Davamlık onun kaşqası bir xil, bunun kaşqası bir xil. Dadıl turup, men ya mümin diyenmeydi, ya men kafir men iman etmedim diyenmeydi. Muşkil şekildeki insan. Hiç qanday kuch quvvat yok onunki. Davamlık məxfi hilmekir qilishga tirishidi. Şoňlaşqa münafıqning şekli, surati, hatta üzünün nazarida intayin nachar. Üzünün keşte aynak qarab oturib iztirobat ichida yashaydi bu. Ruhiyatidan siqiladi bu. Gerçi o özünün ayıp noksanlarını kişilerden yuşurallıgan takdirdimi, özünün aldıda kazzab boğallıqı, özünün nazarida özünün eğizden çıkıvatqanlıqının kalbi uygun kelmegenliki. Eminet emes nəslərini eğizden çıqalıp, özü yalğa etmeye deyelgenlikinin, özünün aldıda nacar, en tön halat uçuşki yeterlik bu. Şair, mütabirəliqi, münafıqının ruhiyetini təsvirlə bir şiir okuğan, İza ana lam atid daniyata khashiyatan min an-nas kana an-nas akrama min nafsi kafal mar'u aran ay yara ayba nafsihi wa in kana fi kinnin anil jinni wal insi. Men kishilardan ansirab nachar qiliqlarni qilanmasammi, ama kishilar mendan hurmatlik. İnsanning o'zining ayibini ko'rib, insan cindining hammasini yuşurup olsun. Hiç kim okumasını, özünün ayıpını özünün köğelliki, numus cihette yeterlik numus bu. Münafık ne? Başkalar vaxtınca bayıqıyanmağan takdirde mi? Münafık özge en bayıqıldığın şahıs. Yalğız ağa vaxtlarda ruhiyeti qattiq sıqıldığı adam bu münafık degen. Özünün günahı özge yeterlik. Yani özü en tuan qalanlığa düşkənlikin özü his qıla alaydı. Muhimi, bir adamның muhimi özünün özü haqidagi. Men qanday adam degan fikr eng muhim. Ben münafıqlığın sübutini Allah bayan qilib berishning sababi mu'minlardan aşqil sübutlar tepilib qolmasin, bir ikki so'zimi demekçi. Mu'minlar o'zining normal ishlarida, musulmonlar normal ish faoliyatlarida, ilm bilan muomalalarida, boshqalar qilayotgan muomalada o'ziga rostchil bo'la olsa, mening qilgan ishim mencha to'g'rimi deya olsa, ko'nglida mushishni xato qilib saptimi, ani qilmasam bo'pti ekan deb bo'lib, haqning oldida o'zining ishining to'g'riligini da'vo qilish munofiqning bir shakli yani. Muhimi sening o'zingga bergan bahoying bak muhim. Yani munofiqning qishdagi eng tugishab ketish, munofiqning eng rasvoligi nima? Munofiqning qishdagi eng palampar cho'p ketish deb qo'yamiz ya. Eng rasvolik nima desa,
ayıplarını xalqdan yo'gashni bak istaydi bu. Xalqning o'zining ozroq ayibini qilib qilishni, ammo o'zining aybi o'ziga ayon. O o'zini dal parch-parch qilgan narsa shu. Bu munofiqni azoblaydigani shu. Munofiqning ruhiyati intayin azobli bir maxluq. Shuning bilan bugungi munofiqlar haqida o'qiladigan oyatlarimizning tafsiri buguncha oxirlashdi. Inshaalloh kelasi soatlik darslarimizda davomlashtiramiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.